Va nihoyat men qachondan beri kutgan zakazim keldi. Birinchisi bu bizada 9 Pro XL 256 talik varianti, uni chexollari, stiklosi va telefonning o'zi. Telefon 17 sikl, dial desa ham bo'ladi. Hozir korobkadan ochilganga o'xshab turibdi. Salafanlarni o'zi hozir oldim. Portlarda ham mana hech qanaqa qirilgan boshqa joylari yo'q. Hamma yog'i ideal. Hech qanaqa aybi yo'q. Tinch holatda. Bu zakazga keldi. Ertaga chiqazib olamiz Sirdaryoga, Gulistonga. Ishlashlaridan ham hech qanaqa muammo yo'q. Shundoq yengilligicha turibdi. Keyingisi bu 9 Pro ning o'zi XL emas. Bu 53 sikl chiqdi. Holat unaqa juda ham ideal emas, lekin yaxshi. Pro ni ancha topish qiyin bo'ldi. O'zimga bir dona zo'rg'a oldim. Bu o'sha o'zining original chexoli, bu bilan rosa chiroyli bo'lib ketadi, ayniqsa xezir rangi bo'lgani uchun. Mana. Bunga ham shunaqa chexol zakaz qilganman, hali kelgani yo'q. Hozir Spigen chexollari bor o'zida. Razmerini so'raganligi, razmeri katta emas farqi, 603 dyum va 608 dyum, lekin baribir bu yerda ko'rinishidan katta emasga o'xshagani bilan, lekin qo'lda ishlatgan paytda baribir farq seziladi buni kattaligi. Bitta qo'lda ishlatishga qiynalasiz ozgina buni, agar qo'lda kichkina bo'lsa, bitta qo'lda ushlaganda mana bunaqa tepalarni bosa olmaysizlar. Mana bunda bo'lsa, bitta qo'lda ham ishlatib ketish oson. Endi mana bu burchagigacha qo'l yetmasligi mumkin, baribir qulayroq bu nisbatan. O'shanga o'zimga shundan oldim. Bu endi o'sha o'zining chexollari, Spigen, boshqa mana bu o'zi bilan kelgan chexoli, bu korobkasi. Bu yerda Pixel Stand Gen X, o'sha 9 Pro XL ga mos varianti. Va undan keyin bu yerda Pixel Buds Pro 2. Bu ham birga kelgan, bu ham o'sha 17 sikl ham bo'ladi. Endi bu siklda o'lchanmaydi-yu. Holati ideal buni ham. Chexollari bilan keldi. Bu ham juda ham zo'r matoh ekan. Men bundan oldin Pro'sini ishlatgan edim. Endi Pro X'ni endi ishlatib ko'rdim, lekin ruhsdan ham zo'r. Narxiga arziydimi desa, endi bilmadim. Hali uni ko'p ishlatmadim, o'shanga nimadir deyishga hayronman. Bu endi bu taxminan 160-180 dollar atrofida turadi. 45 vatli original adapterlar. Bu yoqda stikloli, boshqa qiziqarli narsa yo'q. Keyin buni imeykasi qanaqa bo'ladi deb so'rayotganlar ko'p. Qanaqa o'tkaziladi imeykasi, muammo bo'lmaydimi deyotganlar. Bu haqida ham hozir video qilaman. Qanaqa o'tkazish sayt orqali hammasini video qilib, uni ham hozir kanalga tashlab qo'yaman.